Radnoylar ikkinchi zakaz aeroport Sheremetyevoga 1 soat dolga поездка deb berdi. Bonusda ichida edim, 1.40lik обещать qilgan bonusda ichida, lekin Comfort Plus без коэффициент berdi. Dolga поездкani. Bonusda ichidanligi uchun bonus обязательно qo'shiladi, uvering dedim. Klient yo'lda tez ketishni xohladi, shoshilyapman dedi. Men olib borib probkaga tiqdim. Probkada pichib qoldik. Keyin klient platka bilan haydadi dedi. Platkani to'layman dedi. Platka bilan jo'nadik. Platka bilan zakazimiz baribir 1 soatga cho'zildi vaqti. Platkaga yetib bordik. Shlagbaumga pul to'lashga kelganimda mana oldimdagi mashina smelo surib yubordi. Pulini to'lamasdan. Men to'laymanmi deb o'ylagandim. Yo'q, men o'zim to'ladim. U bilan dalchi nima bo'ldi bilmayman. Ko'rib turganlaringdek surib yubordi. Tak, men o'zimga to'lovni qildim. И дальше 630. Дальше ketdik. Номер подсказать. Klientga Номер подсказать? telefon aytdim. Klient shunda 630 rubl emas,